Alaykum. Bugungi videoda PUBG ga yuz solishni o'rganamiz. Buning uchun bizga onsoy ilovasi kerak bo'ladi. Kirib olamiz. Va mana kirib olganimizdan so'ng onsoy ilovasiga o'zimizning kartamizni qo'shamiz va barcha infeksiyalardan o'tamiz. So'rovnomalardan o'tganimizdan so'ng va qidirish tugmasiga bosamiz. O'zimiz boshqa Telegram kanallardan qimmatga yuz olmasdan o'zimiz ham tashlasak bo'ladi. Men hozircha 60 UC kerak menga, shuning uchun 60 UC tashiyman. 60 UC va mana ko'rasizlar, bu yerda 10.797 so'm. Va to'lashni bosamiz. To'lashni bosganimizdan so'ng mana tayyor bo'ldi, o'tdi. Endi tayyor bosamiz va chiqamiz. Va mana qo'ng'iroqda mana kod kelgan bilan ustiga bosib turib nusxalab olamiz. Bu yerdan chiqamiz va Google ga kirib olamiz va bu yerdan Dasboy deb qidiramiz va kiramiz va mana original kanali, ya'ni originali mana shu bo'ladi. Va kirib olamiz bunga. Va mana kirib olganimizdan so'ng biz boyagi kodni hali yozmaymiz va mana bu yerlarda taxminan void degan narsa bo'ladi. O'sha voidni nima edi, o'zingizni gmailingizga kiritishingiz kerak va mana bu yerda mana yuz va ID raqamni kiritasiz. Mana ID raqam meniki, o'zimning akkauntimni kirgizganman va agar qandaydir so'rov yoki to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, mana ID raqamlarim PUBG'ni druziya tashlab so'rashlaring mumkin. Va ikkinchi bo'limga o'tamiz. Mana bu yerga o'tganimizdan so'ng mana chiqadi. Sizlarga to'lig'ini o'rganib o'tyapman hozir. Va mana yerga bosamiz. Boyagi kodni kiritamiz. Kodni kiritganimizdan so'ng OK'ni bosamiz. Yuklanmoqda va mana buni bosamiz. O'zi ko'rinib turibdi. Bosamiz. Va bo'ldi, UC'miz tushdi. Endi akkauntga kirib ko'rishlaring mumkin. Magazinga qaytamiz. Va mana shetdan ham ko'rsak bo'ladi. Mana UC'miz 124 UC edi, 186 UC bo'ldi. Sizlar bilan Ozodbek bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.